Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Burukcha bichishni ko'rsatib oling. Sizniki nima kiyganda zo'r turar ekan deganlar uchun ham hozir tushuntirib o'taman. O'zimniki qanday bichishimni qizlar. Demak, burukcha bichishimga bo'yiga 5 sm qo'shib olaman. Nimaga desalaringiz, 3 ta bu yoqdan kiradi, 2 ta bu yoqdan kiradi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchisi bel aylanamiz 80 ta. 80 ni 4 bo'lak qilamiz. 20 bo'ladi. 10 ta qo'shib mana bel qismini oldik. Endi bo'ksa aylanamiz 100 ni 4 bo'lak qilamiz. 4 bo'lakni 4 dan 1 qismi 25 bo'ladi. 10 ga ham 10 ta qo'shib mana 35 ta olamiz qizlar. Endi kichik razmerlarda 35-36 ta tushamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni bo'ksasi katta razmerlarga 40 taga tushishimiz mumkin. Keyin bundan tashqari qizlar faqatgina old qismini 3 sm olib tashlaymiz. Old qismini ko'ryapsizlar-a? Old qismini ozgina kichikroq olamiz bu yog'ini. Orqa tarafini 1 sm ko'proq olamiz bichish jarayonida qizlar. Yana bitta narsa, mana shu pastini ham aytib o'taman qizlar. Mana shu yog'i tortilib qolmasligi uchun mana shu yoqdan ozginacha kiramiz. Mana ozginacha kiramiz, umuman tortilib qolmaydi qizlar. Men mana shu yo'lda bichaman qizlar burukchani.